Assalomu alaykum ustozlar. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboyev, Studygram. Ushbu videoda SAT Tashkent kitobining Masbook kitobidagi, demak, Exponential Functions mavzusidagi barcha misollarni birgalikda ko'ramiz. Ularga birgalikda yechim beramiz. Yechim berish jarayonida aytib o'tishim kerakki, yechimlarimiz onlayn o'quvchilarimiz levelida ko'rsatiladi. Demak, ular so'zlarni yaxshi o'zlashtirishgan, ancha oldinda. Shuning uchun har bitta so'zga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Demak, ay, misolni ko'rsatamiz, unga mos yechimni ham ko'rsatamiz. Demak, birinchi misol, ko'rsatkichli funksiyalarning birinchi misoli. Graph of y barobar fx minus 1 is shown. Y funksiyaning grafigi ko'rsatilgan ekan. E'tibor qiling, y funksiya. Which equation could define function f? Define degani ko'rsatmoq. Fx funksiyani qaysi tenglama ko'rsatadi? Dastavval fx funksiyani topib olaylik. Y plus 1. E'tibor qilinglar, fx funksiyamiz y funksiyaning bir birlik yuqoriga ko'chirilganiga teng ekan. Mana shu grafikni bir birlik yuqoriga ko'chirsak, fx funksiya hosil bo'ladi. Bir birlik yuqoriga ko'chirdik. Mana shu fx funksiya. Endi mana shu ma'lum nuqtalardan foydalanib, tenglamani topib qo'ysam bo'ladi. X ga 0 qo'ysam 3 chiqishi kerak. A javobimiz xato. B javob ham xato. X ga 0 qo'ysak 3 chiqmaydi. C'miz ham x ga 0 bersak 1 plus 1 2 bo'lib qoladi. D javobimiz 3 chiqar ekan. Mana shu fx funksiyaning tenglamasi. Ikkinchisi, bu misol anchagina yaxshi misol. E'tibor qilamiz. An acceptable noise criterion. Rating for the background noise in a laundry room is 50. Demak, laundry room degani kir yuvish mashinasi, noise degani shovqin. Kir yuvish mashina xonasidagi shovqin 50 ga teng ekan. For a noise criterion rating of 50, mana shu 50 lik shovqin uchun the equation gives the estimated sound pressure level. Funksiya bosim darajasini, pressure degani bosim darajasini ko'rsatar ekan. Funksiyani yozib olamiz. Funksiya demak pressure levelni ko'rsatar ekanmi? Demak, y-imiz pressure level ekan. Pressure bosim desak bo'ladi. Y bu yerda bosimni ko'rsatar ekan. In decibels as a function of the octave band center, frequency x. Frequency degani tezlik darajasi degani, hertz bu o'lchov birligi, to'g'rimi? X'imiz bu yerda frequency ekan. Va x 60 dan katta ekan. Which of the following is the best interpretation of 47? Quyidagilardan qaysi biri 47 ning interpretationi eng zo'r ta'rifi bo'ladi, deyapti. Demak, mana buni eng zo'r ta'rifini topyapti. Demak, e'tibor qilamiz. X ga 60 bersak, nima sodir bo'ladi? Y barobar 22. Bu yerda hosil bo'ladi y barobar 22 plus 47 yoki y minus 22 barobar 47 bo'ladi. Mana 47 ni topdik. Endi bu 47 nimani ifodalaydi? E'tibor qilinglar, y nima edi? Pressure, ya'ni bosim. 47 47 soni bosimdan 22 ga kam bo'lgan son ekan. X 60 ga teng bo'lganda, frequency 60 bo'lganda 47 is 22 less than estimated sound pressure level. 47 pressure bosimdan 22 ga kam deyapti. Bu to'g'ri, rostdan ham 22 ga kam.
At an octave band center frequency 60. Frequency 60 bo'lganda deyapti. Bu to'g'ri javob. B javobda aytyaptiki 47 is 22 less than the sound estimated pressure level. Demak, bosimdan 22 ga less kam. Demak, frequency 0 bo'lganda deyapti. Yo'q, frequency'miz 60 bo'lganda edi. Bu javobimiz demak xato bo'lar ekan. C javobda 47 is pressure level. 47 demak bosim deyapti. Bu xato bo'ladi. 47 bosim emas. U bosimdan 22 ga kam bo'lgan son. Demak, 47 bu yerda ham pressure level bosim deyapti. Frequency 0 bo'lsa deyapti. Bu ham xato. A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Uchinchi misol. Demak, every all every 664 dedimi? Uchinchi misolda demak x taqsim 664 bo'lishi kerak. Darajamizda bunaqa son mana C da bor. E'tibor qilinglar, bitta so'z bilan ishlasa bo'lar ekan, ma'no mohiyatini tushunib o'tirishni keragi yo'q. Every desa bo'lishni tushunamiz. In the given function berilgan funksiyada f is graphed in the xy plane. F x, y tekisligida f ning grafiki chizildi. Fx bu yerda y ga teng ekan. What is the y-intercept of graph? Grafikning fx ning y-interceptini so'rayapti. X ga 0 beradigan bo'lsak, f nolimiz 1 plus 3 4 ga teng. 0 u 4. Beshinchi misol. Which table qaysi jadval represent ko'rsatadi values of x and their corresponding values of fx. X va fx ning mos qiymatlarini qaysi ko'rsatadi deyapti. For a decreasing exponential function. Kamayuvchi eksponensial funksiya uchun. Kamayuvchi desa x ni qiymatlari ortsa fx ni qiymati kamayishi kerak. Shu jihatdan a xato, fx ni qiymati o'suvchi. B to'g'ri bo'lishi mumkin, C ham to'g'ri bo'lishi mumkin. C xato bo'ladi, chunki o'sib ketyapti ekan. D ham to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki bu kamayyapti. B javob to'g'rimi? D javobmi? E'tibor qilinglar. B da rostdan ham martaga kamayish kuzatilyapti ekan. 8 ni 4 ga bo'lsak 2, 4 ni 2 ga bo'lsak 2, 2 ni 1 ga bo'lsak 2. 2 martadan kamayib ketyaptimi? Demak, B javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. D da e'tibor qilinglar. 25 dan 17 ni ayirsak 8, 17 dan 9 ayirsak 8, 9 dan 1 ayirsak 8. Bu taga kamayib ketyapti. 8 taga. Taga desa exponential funksiya bo'lmaydi. Martaga kamaysa, demak to'g'ri bo'ladi. Hop. Eksponensial funksiya kelgan. Bu holatda biz nima qilamiz? Darhol foizga e'tibor qaratamiz. Increased by 3%. 3% ga o'sdi desa 1 plus 3%. 1,03 bo'lishi kerak. Mana C javobda qavs ichida 1 100 dan 3 kelgan. Demak, shu to'g'ri javob bo'ladi. Chunki 3% ga o'sish kuzatilyapti. Yettinchisi, fx funksiya berilgan. Ax minus b. AB bu yerda konstanta ekan. Demak, fx passes through the points 0 minus 5, 1 2. Pass through degani o'tadi. Mana shu nuqtalardan o'tsa, what is the value of a? A ni qiymatini top deyapti. Demak, 0 qo'ysak minus 5. B ni qiymati barobar 1 plus 5. B teng 6. Bizga B emas, A kerak. Demak, 1 qo'ysak 2 chiqar ekan. 2 barobar A minus B. B'imizni qiymati ma'lum 6. A'imiz barobar 8. A javob to'g'ri bo'lar ekan. 8-chi misol. E'tibor qilinglar, savolini o'qiymiz. Which statement, qaysi gap is the best interpretation of fq 01? Shuning eng zo'r ta'rifini so'rayapti. E'tibor qilamiz. 2 x ni o'rnida kelyapti. X o'zi nima? X bu yerda hours o'qiladi, soatlar ekan.
fx-chi. Fximiz 0 bir ekan. Fx nimani ko'rsatadi? F models mass, massani ko'rsatar ekan. 0 birim mass so'zi bilan 2 hour so'zi bilan kelgani to'g'ri bo'ladi. 0 bir hour deb qo'ygan, bu xato. 2 hour demak 0,1 gram deyapti. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. S'da demak 0,1 hour deb qo'ygan. Bundan tashqari decrease so'zi bor. Decrease so'zi bo'lsa, bu albatta xato javob bo'ladi. 2 hour deyapti. 0,1 gram ham deyapti. Ammo e'tibor qilinglar, decrease so'zi borda. 2 soatdan keyin 0,1 gramga kamaydi deyapti. Yo'q, kamaydi degan narsa xato. Begona so'z hisoblanadi. B javobimiz shu yerda to'g'ri bo'lar ekan. 2 hour 0,1 gram. 2 soatdan keyin 0,1 gram bo'ldi degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. Which table shows, qaysi jadval ko'rsatadi? Three values of x and fx. X va fx ning 3 ta qiymatini for an increasing exponential function. O'suvchi ko'rsatkichli funksiyaning. Funksiyamiz o'suvchi bo'lsa, x ning qiymati ortsa, fx niki ham ortishi kerak. Demak, fx ning qiymati bu yerda kamayuvchi bo'lgani uchun decreasing xato, bizga o'suvchisi kerak. Bu B javob bo'lishi mumkin. C javobchi, u ham bo'lishi mumkin. D javobda fx qiymati kamayib ketyapti. Bu ham xato. Yoki B yoki C to'g'ri bo'ladi. Endi exponential funksiya degan e'tibor qilamiz. Xo'p. Martaga oshish kerak. Bu yerda 3 martalik o'sish bor, bu yerda esa demak 3 martalik o'sish yo'q. To'g'rimi? Bu xato javob bo'lar ekan. 5 bilan 15 orasida 3 martalik o'sish bor, 15 bilan 45 orasida ham 3 martalik o'sish bor. To'g'rimi? Bir xil o'sish bo'lishi kerak-ku. 3 martadan o'syaptimi? Demak, C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Navbatdagisi. Darhol foizga e'tibor qilamiz. 2% increase. 2% ga o'sdi degani uchun 1 plus 2%imiz to'g'ri bo'ladi. Bu 1,02. D javob to'g'ri. E'tibor qilamiz. Which is the best interpretation of mana shu. Mana shuning eng yaxshi ta'rifini topib ber deyapti. Xo'p, endi bu funksiyamiz, to'g'rimi? Fx nimani bildiradi, bilib olaylik. Fximiz mana bu yerda aytiladi. Models annual soil erosion rate. Demak, soil erosion. Bu degani tuproq yemirilishi. Fx tuproq yemirilishini ko'rsatsa, x bu yerda yillar soni ekan. 1982-yildan boshlab. E'tibor qilinglar, x ga 10 berilgan. Demak, 10-yilda tuproq yemirilishi mana shuncha bo'lmoq. Hop, A javobda tuproq yemirilishi, soil erosion degan so'z yo'q, bu xato. B javob ham xato. C javobda e'tibor qilinglar. Mana shu annual soil erosion rate ni ko'rsatadi. Bu to'g'ri. In tons per acre per year in 1980. 1982-yildagi deyapti. Yo'q, 82-yil emas. 10 yil o'tgan. Bunga 10 qo'shishimiz kerak. 82, 92-yil bo'ladimi? D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. 12-misol. Mana buning eng yaxshi ta'rifini so'rayapti bizdan. Best interpretation degani eng zo'r ta'rif. Demak, beshimiz nimani o'rnida kelyapti? T ni o'rnida kelyapti. T nimani ko'rsatadi? Xo'p, T bu yerda mana aytib qo'yapti. T is the time in days. Kunlarni ko'rsatar ekan. BT-chi. BT-imiz demak bakterial sel ekan, bakteriya ekan. 5 kunda bakteriyalar soni 9720 bo'lgan. 5 days demak bakteriya 9720. A javob to'g'ri bo'ladi. Bu yerda 243 days xato. Mana shuncha days xato. 9220 days degan bu ham xato.
E'tibor qilinglar. Demak, foizga e'tibor qaratsak, decreases by 50% o'sdi deyapti. Demak, C va D javobimiz xato. Ich 13 desa, x taqsim 13 ni tushunamiz. Har 13 da degani. Demak, A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. 14-savol. Fx funksiya berilgan. Define degani berilgan. A va B bu yerda konstantdir. Fx has an x-intercept at 2,0, y-intercept at 0, minus 255. B ni value, qiymatini so'rayapti. Bu nuqtalarni bekorga bermagan, qo'yib chiqamiz. X ga 2 bersam, fx 0 ekan. Ana. Hop. X ga 0 bersam, fx minus 255. A ni 0 plus B. Demak, B ni topadigan bo'lsak, B teng bo'ladi. Minus 255 minus 1. Minus 256 ga. B ni qiymatini so'ragan edi. Demak, B imizni qiymati minus 256 ga teng ekan. 15-savol. Mana shunaqa savollar juda ham ko'p kelyapti. Which of the following quyidagilardan qaysi biri is the best interpretation? Eng zo'r ta'rifi nimani? Y-interceptni. Y-interceptni dedimi? Demak, T ga 0 berishimiz kerak. T ga 0 beradigan bo'lsak, F 0imiz 7000. Y-interceptimiz 7000 ga teng ekan, shuni ta'rifini so'rayapti. E'tibor qilinglar, 7000 yo'g'i xato bo'ladi o'zi. A bilan S'imiz xato, 7000 qatnashmagan. B mi, D mi? E'tibor qilinglar, 5 yildan keyin 7000 deyapti. Yo'q, 5 yildan keyin degan narsa bizda matnda yo'q. Bundan tashqari, buncha yildan keyin, bunchaga o'sganda, bunchaga kamayganda degan narsalar doim xato bo'ladi. B javobimiz shunda xato. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Mana 95-yilda 7000 degan edi. Mana bu yerda ham 95-yil kelyapti. Ana shundagi qiymati 7000 bo'lyapti. 16-savol. Juda ham ko'p kelyapti bunaqa misollar. Which of the following quyidagilardan qaysi biri? Best interpretation. Eng zo'r ta'rifi nimani? Demak, F5 u mana shuni eng zo'r ta'rifini so'rayapti-da bizdan. Demak, 5imiz T ni o'rnida kelyapti. T bu yerda years, yillar soni. 5 yilda demak, 5 yilda fx'imiz nimani ko'rsatadi? Bilib olaylik. Hop, the amount of money. Pul ekan. 5 yilda pulimiz 6627.73 dollar bo'pti. 5 years after money 6627.73. Eng mana shu to'g'ri bo'lar ekan. B'da nima deyapti? Every 5 yil, har 5 yilda deyapti. Biza e'tibor qilinglar, T years after deganda T yildan keyin degan. Bu yerda mana 5 yildan keyin deyapti. Grammatik jihatdan ham, ma'no jihatdan ham to'g'ri keladi. B'da esa every deganda har 5 yilda degan. Har 5 yilda emas, 5 yildan keyin mana shuncha pul bo'lgan. Har 5 yilda mana shuncha pul bo'ladi boshqa. 5 yillar o'tib mana shuncha bo'ldi degan narsa boshqa. After kelyaptimi? After borini to'g'ri sifatida olamiz. Everyligi xato. Hop. E'tibor qilinglar, bu yerda increase by 5 yildan keyin shunchaga o'sdi deyapti. Increase bu yerda begona so'z. Increase, decrease, start so'zi bor, doim xato. S ham xato. Bu yerda 5 yildan har 5 yilda degan uchun bu ham xato bo'ladi. A javobimiz mutlaqo to'g'ri. Hop. Masala keldimi? Foizga e'tibor qaratamiz. Increased by 4% ga o'sdi degani uchun S javob to'g'ri. Demak, which of the following best interpretation? Eng zo'r ta'rifi nimani? 6000 ni. 6000 ni eng zo'r ta'rifini top deyapti. Xo'p, e'tibor qilamiz. A javobda aytyapti. The estimated % decrease. Kamayish deyapti. Endi bu kamayish degani uchun A javobimiz
xato bo'ladi. B'da the estimated percent decrease. Bu yerda ham kamayish deyapti. Kamayish, o'sish degan so'z doim xato bo'ladi. Bu 6000 nimaningdir dastlabki qiymatida. X ga 0 beraylik. 0 bersak 6000 chiqadimi? X bu yerda yillar soni ekan. Dastlabki yilda 6000 da o'smagan, kamaymagan. C'da estimated insect population for the species area 8 years after 2008. 8 yildan keyingi son deyapti. Yo'q, u dastlabki son. 8 yildan keyingi son emas. Dada estimated initial insect. Dastlabki hasharot aholisi deyapti. 2008-yildek. Bu to'g'ri bo'ladi, dastlabkisi. O'zi mana 2008-yilda boshlangan hisob-kitoblarimiz. 2008-yil dastlabki yilda demak hasharotlar soni 6000 ekan. D javob to'g'ri bo'ladi. 19-savol. fx funksiya ko'rsatilgan. For any positive integer n musbat soni uchun, butun soni uchun. Fn is p% less than the value of fn minus 1. P ni qiymatini top. Mana shuni men ikki xil uslubda ko'rsatib beraman. E'tibor qilamiz. fximiz bor. 42,024 x. E'tibor qilinglar. Fn is deyapti. Fn teng p% less than. Less than desa kam degani. 1 minus p% degani. Nimadan? Fn minus 1dan. Fnimiz teng ekan. Fn minus 1ni p%ga kamaytirsak. Mana p%ga kamaytirdim. Fn minus 1ga teng bo'ldi. P ni topishimiz so'rayapti. Funksiyadan fn ni fn minus 1ni bemalol topib olsak bo'ladi. Fn ni topsam 42 ko'paygan 0,4 n chiqadi. Barobar 1 minus p taqsim 100 ko'paygan x o'rniga n minus 1 qo'yamiz. 42 0,4 n minus 1. 42 0,4 n 1 minus p taqsim 100. 42 0,4 ni n taqsim 0,4. Mana bular qisqarib ketadi. Bizda qoladi. Mana bu 0,4 demak suratga o'tkazib yuborsam bo'ladi. 0,4 barobar 1 minus p taqsim 100. P ni hisoblaydigan bo'lsak 76 chiqadi. P imizni qiymati 76 ga teng ekan. Buni boshqacha yo'lda ishlasak ham bo'ladi. Ustoz, har safar shunaqa ishlashim kerakmi desanglar, yo'q. Mana buni 0,4 ni 1 minus p%ga tenglab qo'ysangiz ham mana kam deyapti-yu less. More than desa 1 plus p%ga tenglaysiz. Shunda ham p ni qiymati chiqaveradi. P teng 76. Endi bu yerda e'tibor qilinglar. O'zi 0,4 ni x ni 1 minus p% x ga tenglayapmiz. X lar yo'qolib ketyapti. Ba'zan mana shu yerda kvadrat kelib qolsa 2x ga tenglaysiz. Shunda x lar yo'qolib kvadrat qolib ketadi. Yana u misol kelsa ko'rib beraman. Hozircha mana shu yo'llarni o'rganib qo'ying. A javob to'g'ri bo'lar ekan. Keyingi misol. Decreased by 3,5% degani uchun 0,965 bo'ladimi? Demak, D javobimiz to'g'ri. Qolganlarida unaqa emas. Qavs ichida kamaygan son yoziladi. 21-misol. Graph of equation y. Y ning grafigi ko'rsatilgan ekan, shown degani ko'rsatilgan. K bu yerda konstanta. What is value of k? K ni qiymatini top. E'tibor qilinglar, mana. X ga 0 bersam, y ga minus 6 ekan. Qo'yib yuboramiz. K m barobar minus 7 ga. A javob to'g'ri. 22-misol. What is the y-intercept? Y-intercepti nimaga teng? X 0dagi qiymatni so'rayapti. Demak, minus 1, minus 22, minus 23. Xo'p, e'tibor qilinglar.
mana shu yerda aytyapti-kan, o'zi dastavval o'qimasdan turib qanday tahlil qilsak bo'ladi? Ko'rsatkichli funksiyami? Mana bu judayam beso'naqay turibdi. Bu albatta xato. Bundan tashqari, qavs ichida 95. O'quvchilarimizga aytamiz, qavs ichida bunaqangi katta son hech qachon SATda turmaydi. Bo'lishi mumkin bu matematika, ammo SATda mana 10 minglab misol ishlagan bo'lsak, biror marta ham qavs ichida katta son ko'rmaganmiz. Qavsni oldida bo'lishi mumkin koeffitsient sifatida. Qavs ichida birdan jichcha katta yoki jichcha kam, biroz kam son turadi doimo. Mana shu ham albatta xato. Yo B yo C bo'ladi. Xo'p. At the time of posting a video joylash vaqtida a social media channel had 95 subscribers. 95 ta obunachi bor edi kanalda. Each day for 5 days, 5 kun davomida video qo'yilgandan keyin, after keyin degan. The number of subscribers doubled. Ana double degani 2 marta oshmoq degan, 2 marta. Obunachilar soni 2 marta oshibdi. Mana 2 marta oshish bo'lyapti. Bu yerda 1,5 martaga kamayish. 2 marta oshdi degani uchun B javobimiz to'g'ri bo'ladi. Agar half deganida, halved deganida S javob to'g'ri bo'lardi. Half degani yarim degani. 24-misol. Which table gives? Qaysi jadval ko'rsatadi? Values of x and qx. X va qx ni qiymatlarini. Demak, x ga demak A javobdan ketdik. -1 bersak 176 chiqadimi? Albatta chiqmaydi. Demak, butun boshli A javob xato. Hop, B javobda x ga -1 bersam 1/11 chiqadimi? Qx'im. Ha? 44 ko'paygan 1/4 bo'lib 11 chiqarkan. 1/11 emas. B va C butunlay xato. D javobim to'g'ri bo'ladi. Hop, 25-misol. E'tibor qilamiz. Hozirgiga o'xshash yuqorida ko'rib o'tdik. At the time of posting video joylash davomida a social media channel has 88 subscribers. Kanalda 88 obunachi bor edi. Each day after the video was posted. Demak, video joylangandan keyin har kuni, each day har kuni degan. Number of subscribers doubled. Obunachilar soni double, 2 marta oshdi. 2 marta oshdi degani uchun, demak, B javobimiz to'g'ri bo'ladi. 26-savol. Which statement is the best interpretation of? Demak, mana shu tenglik. Shu tenglikning eng zo'r ta'rifini so'rayapti. Endi e'tibor qilinglar. B4 teng 10,000,107,200. 4 bu yerda T ni o'rnida kelyapti. T o'zi nimani ko'rsatadi? T is the time, T bu vaqt, in hours, soatlardagi. Hop. BT-chi o'zi nima BT? BT 107,200 ekan, o'zi BT nima bu? Estimated number of bacteria. Bakteriyalar soni ekan. Bakteriya. Demak, 4-soatda bakteriyalarimiz 107,200 ta degan javob to'g'ri. 0 hours degan. Yo'q, 4 hours bo'lishi kerak edi. 0 hours bu ham xato. 4 hours demak 4 deb qo'ygan. 4 soatdan keyin bakteriyalarimiz 4 ta bo'lib qolgan. Bu ham xato. 4 soatda bakteriyalar soni 107,200 ta. D javob to'g'ri bo'ladi. Which table gives? Qaysi jadval beradi? 3 values of x and qx. X va qx ni qiymatlarini ko'rsatadigan jadval. -1 bersam A da 4 chiqadimi? 12 ko'paygan 3 ni -1. Bu 4 ga teng. 4 chiqadi. 0 bersam 12 chiqadi. 1 bersam 36. A javobimiz to'g'ri ekan. Function hash. Hash funksiya. Demak, mana shunga teng ekan. Bu yerda A bilan B pozitiv konstantalar. Hx passes through. Hx o'tadi mana shu nuqtalardan. What is value of A ko'paygan B?
A ko'paygan bni qiymatini top deyapti. Demak, x ga 0 bersam, hxim 8 chiqar ekan. 8 barobar a ni 0 1 plus b. B imizni qiymati 7 ga teng. Demak, x 2 bersak, hx 32. 32 barobar a ning kvadrati plus b plus 7. A imiz qiymati plus minus 5 bo'ladi. 5 ni olamiz. Sababi a bilan b ni musbat degan. A karra b 35 ga teng. B javob to'g'ri bo'larkan. Keyingi misol. E'tibor qilinglar, fx funksiya berilgan. Function f is defined by the given equation where k is a constant. K bu yerda konstanta, fx berilgan. The value of fx ning qiymati increases by p foiz. P foizga oshadi for every increase of x in 1. X ning qiymati har safar 1 ga oshganida. X 1 ga oshsa, fx p foizga oshar ekan. For which of the following functions? Quyidagi funksiyalarni qaysi uchun? For uchun. Does the value of jx ning qiymati p foizga increase o'sadi. For every increase x into x har safar 4 ga o'sganida deyapti. Yuqoridagi tenglamamiz, e'tibor qilinglar, p foizga o'sadi deyapti-da. Yana quyidagilardan qaysi biri yana p foizga o'sadi deyapti. O'zi bu p foizimiz nimaga teng? Shuni bilib olaylik. 1,84 teng 1 plus p foiz. P foizimiz demak, to'g'rimi? Mana bunday qilib ko'rsataylik. Hop. 1,84 teng 1 plus p foiz. Mana 1,84 ham 1 plus 84 foizga teng bo'ladimi? P foizimiz demak 84 foiz ekan. Bu 84 foizga o'syapti ekan. Quyidagilardan ham qaysi biri 84 foizga o'sish bo'ladi deyapti. X ga demak 4 qo'ysak. S javobga e'tibor qiling. X ga 4 qo'ysangiz, rostdan ham P foizga o'sish bo'ladi. Ha, uzr, S ga emas, A ga. Sababi X ga 4 qo'yadigan bo'lsak, J 4imiz K ko'paygan 1,84 hosil bo'ladi-da. X ga 4 qo'ysak 4 taqsim 4 hosil bo'ladi. K ko'paygan 1,84 ga teng. Rostdan ham mana qiymat 84 foizga oshyapti A da. B da nima xatolik deydigan bo'lsak, B ga qo'yib ko'raylik. X ga 4 ni qo'yaylik. J 4imizni qiymati nimaga teng? K ko'paygan 1,84. X ga 4 qo'ysak 4 karra 4 16 bo'lib ketadi. Ha, bu yerda qiymat nimaga o'syapti? 1,84 ga emas, 1,84 ni 16-darajasi. 16-darajasini hisoblaymiz. Keyin birdan u yog'idagi son foizni ko'rsatadi. Ancha katta foizlarda o'syapti. B javob ham, demak, C, D javoblarimiz ham shunda xato bo'ladi. A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, nima qildik? Yuqorida P foizini topib oldik. Mana bu fx dan, demak, A javobda mana rostdan ham mana bu nima degani? K 1 plus 84 foiz degani 84 foizga o'syapti ekan. A javob shu yerda to'g'ri bo'ladi. 30-savol. Mana shuni eng yaxshi tarifini so'rayapti. Best interpretation degani eng yaxshi which qaysi? E'tibor qilinglar, 329 u 27 deyapti. 329 t ni o'rnida kelyaptimi? Bu nimani bildiradi? T imiz. Demak, t ni qidiradigan bo'lsak, mana t years deyapti. T yillar soni ekan. St imizchi, the function st gives approximate mass. Massani ko'rsatadigan funksiya ekan. Nimaning? Izotopning massasini. Izotopning massasi mana 27 ga teng bo'lishi kerak. 27 gram 3 years deyapti. 3 yil emas, bu xato. B da 27 gram massasi. 3,29. Bu to'g'ri bo'ladi. 3 gram deyapti, bu xato. 27 gram bo'lishi kerak.
3 gramm deyapti, bu ham xato. Demak, oddiy belgilab olish orqali osongina yechib qo'ydik. Keyingi misol. Demak, javoblarimiz bu yoqda ekan. Decrease by 3,5 deyaptimi? 1 minus 3,5 bo'ladi. 1 minus 3,5. 3,5 kamaydi deyapti. Bu 0 butun. Demak, 965 ga teng. Kamaygan sonimiz qavs ichida bo'lishi kerak. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisida doubles every 28 minut. Har 28 minutda 2 marta oshar ekan. 2 marta oshadi degani uchun mana A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Har 28 degani ham x taqsim 28 mi? Mana rostdan ham darajamiz shunday turibdi. 33. E'tibor qilinglar. Jadval bergan, mana shuni qanoatlantiruvchi funksiyani topishimiz kerak bo'lyapti. X ga 0 qo'ysam 1,46 chiqishi kerak hx. Demak, A va B xato. 1,26 chiqadi. S mi D mi? E'tibor qilinglar, o'zi bu jadvalda o'suvchi funksiyani qiymatlari bergan. X qiymati o'sgani sari fx ga ham o'sib boryapti. Bu degani qavs ichimiz birdan katta son bo'lishi kerak. D javob bo'lar ekan. 0 va 1 orasida bo'lsa kamayuvchi bo'lib qoladi. Agar bunga aqlimiz yetmaydigan bo'lsa, fahmlashimiz qiyin bo'layotgan bo'lsa, shunchaki yana x2 bering. Hximiz demak 2,32 chiqsa to'g'ri bo'ladi. Mana shunday ham D javob to'g'ri bo'laveradi. Demak, 33-misolga o'xshab 34da ham qiymat bergan. Uning qanoatlantiradigan funksiyasini so'rayapti. 0 bersak 1,25. A va B xato. E'tibor qilinglar, bu yerda ham o'suvchi funksiya berilgan. X qiymati ortsa, fx ham ortyapti. Hop. Demak, qavs ichidagi son birdan katta bo'lishi kerak. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Agar bunga aqlimiz yetmasa, x ga 2 bersak, 1,8 chiqadiganini ham olamiz. Mana shunda ham baribir D javob to'g'ri bo'laveradi. Which of the following is the best interpretation of 2000? 2000 ning eng yaxshi ta'rifini so'rayapti. 2000 bu nimaningdir dastlabki soni. Dastlabki bo'lgandan keyin kalit so'zlar bor. Initial yoziladi. First, one yoki begin. Shulardan biri qatnashgan javob to'g'ri bo'ladi. Chunki o'zbek tilida ham dastlabkisi-yu bu, to'g'rimi? Mana x ga 0 bersangiz, x bu yerda mana yil. Dastlabki yilda 2000 ekan, bakteriyalarimiz soni adashmasam. Hop. Hasharotlarimiz soni ekan. Dastlabki bo'lgandan keyin inglizlar ham shunaqa dastlabki deb ta'rif berish kerak-da. D javobda aytyapti. Estimated initial insect. Dastlabki hasharotlar soni 2008-yilda. Shu to'g'ri bo'ladi. A'da aytyapti decrease, kamaydi deyapti. Bu decrease bo'lsa xato bo'ladi deganmiz. Mana bu yerda ham decrease xato bo'ladi. 8 yildan keyin deyapti. Yo'q, dastlab 8 yildan keyin emas. Hop. Function ft gives the number of bacteria. Bakteriyalar sonini ko'rsatar ekan. T minus after initial observation. Dastlabki kuzatuvdan keyingi t-inchi minutdagi soni. How much time, qancha vaqt? Does it take? U oladi. For the number of bacteria to double. Double degani 2 marta oshmoq. 2 marta oshish uchun qancha vaqt kerak deyapti. Nimaga nisbatan 2 marta oshish? Dastlabki kuzatuvga nisbatan. T0 da necha bo'ladi? F 0imiz qiymati 10,000 bo'ladimi? Qachon shu 20,000 bo'ladi deyapti. Qachon mana shu 20,000 bo'lib 2 marta oshadi. Qachonki T ga 330 bersangiz, shunda 2 kara 10,000 20,000 chiqadi. To'g'rimi? Endi bu yerda texnika bor. 2 marta qachon oshadi desa, doim mana bu daraja mahrajdagi sonni olib qo'yaveramiz. Bu yerda 330 kelyaptimi? 330. To'g'ri javob bo'ladi. 37. Quyidagilardan qaysi biri best interpretation? Eng zo'r ta'rifi nimani? P 563. 5 nimani o'rnida kelyapti? X ni o'rnida kelyapti. X matnda nima bu?
X is a number of years. Yillar soni ekan. Hop, 563 bu. Nima bu? Px. Px-chi nima bu? Px models the population. Bu aholi ekan. P deb qo'yaylik. 5 yilda aholimiz 563 ga teng bo'pti. Bu yerda 5 greater deyapti. Bu xato. 5 yil bo'lishi kerak. Hop. Hmm. Hop, demak, B'da 563 deyapti. Bu yerda 5 sonimiz yo'q, to'g'rimi? 5 ni tarifini aytmagan. Ha, 5 marta katta deyapti. 5 marta katta deyapti. Bu 5 marta katta emas. 5 yildan keyin shuncha bo'ldi degan. Bu yerda mana 5 yil deyapti. 563 deyapti. Javob to'g'ri. 38-chi misolimiz bu yerda xato misol edi. Buni to'g'ri variantini men 2 minutlik qilib chiqarganman. Demak, bu misolimiz xato. 39-chi misol. Xo'p. The number of bacteria in a liquid medium doubles every day. Har kuni 2 marta oshadi. 2 marta oshadi degandan keyin bo'ldi. Mana bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. 2 marta desa doim qavsida 2 kelish kerak. Foiz keldimi? Demak, mana bu 2% greater than deyapti. 2% ga katta deyapti. 1 plus 2%. 1,02. Demak, bu javob to'g'ri. Mana bunda 20% bo'lib qoladi. Keyingisi 5% greater. 5%ga katta deyaptimi? Demak, B javob to'g'ri ekan. Mana bu 50%, e'tibor qilinglar. Adashib ketmaylik. 42-chi misol. For the given function f funksiya uchun value of fx increase by p foizga fx o'sadi. For every increase of x by alt. X har safar 6 ga increase o'sganida p da qiymatini top deyapti. Bu juda ham oson misol. Doskaga olib o'tib olamiz buni. Voqea 1/3ning x taqsim 3i teng bo'lsin ekan. 1 p foizga oshadi dedimi? 1 plus p foiz. Shuning x'iga. Mana shu yerdan p ni topishimiz kerak. Endi nimaga bunaqa qilib yozganimiz sababi mana o'zi mana u ham qanchagadir oshganda bu ham shunda fx funksiyani osish ko'rsatkichi hosil bo'lgan. Endi mana shuni ham davomida aytyapti, qanchaga oshgan deyapti-da, bizdan qanchaga oshib mana shu fx funksiya hosil bo'ldi deyapti. X larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 1/3 ni 1 taqsim 3i barobar 1 plus p taqsim 100 hosil bo'ladi. 1/3 ni 1 taqsim 3 ni biz desmiz orqali hisoblasak bo'ladi. E'tibor qilinglar, qanday hisoblaymiz? 1,3, mana bu yerda daraja bor. Ani bilsa. 1/3. 1/91 ga teng ekan. 1/91. To'g'rimi? Adashmadikmi? 1,091. Shu teng ekan 1 plus p taqsim 100 ga. Barchasini 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu yerda 109 u 1 hosil bo'ladi. Demak, 100 plus p. Ayirib oladigan bo'lsak, 109 u 1 ayrilgan 100 teng p. P'imizni qiymati 9 u 1. Hop. Biror yerda adashib ketgan bo'lishimiz mumkin. Yoki e'tibor qilinglar, boshqa yo'lda ishlab ko'raylik.
x ni qiymat fx ni qiymati har safar p foizga osharkan x 6 ga oshganida x ga dastavval 0 qo'ysak f nolimizni qiymati 24 1 3 ning 0 taqsim 6si, ya'ni 24 ga teng bo'lar ekan. Endi x 6 ga oshadi deyapti-ku, x 6 ga oshsa nima bo'ladi? F 6'miz mana. 0 plus 6 6 ga teng. 24 1 3 ning 6 taqsim 3i. 1 3 ni kvadrati 1 69. Endi qanchaga oshganini bilish uchun 24 qolib ketibdi. Bo'lib qo'ysak kifoya. Xo'p, 1 69 ko'paygan 24 taqsim 24. 1 69. Bu degani 1 plus 69 foiz. Qancha foizga oshibdi? 69 foizga oshibdi. Ana. Mana bu yo'lda nimaga xato chiqdi hayronman yoki arifmetikada xato qildik. Bir buni tekshirib qo'yamiz. Ungacha buni o'chirib yuboramiz. 43-misol. Which of the following quyidagilardan qaysi biri is a graph of decreasing exponential function? Kamayuvchi eksponensial funksiyani top. Mana buni o'suvchi, x ni qiymati oshgani sari y niki ham ortib ketyapti. B ham albatta kamayuvchi bo'ladi. Bu to'g'ri javob. S bu chiziqli, D ham chiziqli, eksponensial emas. Gx funksiya define ko'rsatilgan. What is the value of x when gx is 10,000? Gx 10,000 bo'lganida x ni qiymatini top deyapti. Demak, mana bu yerga yozamiz. 10,000 barobar 10,000 3x minus 1. Hop, 10,000 bu 4 ta 0 bormi? 10 ni 4-darajasi degan. 10 3x minus. Asoslar bir xil. Demak, 5 barobar 3x, x'imiz barobar 5 taqsim 3. B javob to'g'ri bo'lar ekan. 45-misol. Juda ham sodda, juda ham oson misol. Hop. Fx funksiya berilgan. Where a and b are integer constants. Bu yerda a bilan b butun sonlar va a bdan kichkina lekin musbat ekan. The function j and h are equivalent to function f. Ekvivalent degani teng. Mana bu jx, hx funksiyalar fx ga ekvivalent ekan, teng ekan. Hop, which of the following equation quyidagi tenglamalardan qaysi displays namoyish qiladi nimani? Y coordinate of y intercept of fx. Fx ni y interceptini ko'rsatish kerak ekan as a constant or coefficient. As degani dek degani, dek. Konstanta yoki koeffitsient sifatida ko'rsatadiganini top deyapti y intercept. Birinchi navbatda o'zi konstanta yoki koeffitsient ko'rinish qanaqa bo'ladi shuni bilib olishimiz kerak. Bular ko'rsatkichli funksiyami? A, B ni x'i bo'lsa umumiy formulamiz. A bu yerda konstanta yoki koeffitsient hisoblanadi, koeffitsient. Biroz xunukroq bo'lib qoldi. Koeffitsient. Hop. Endi y interseptini top deyapti-da. Y interseptini top degani x teng 0 bo'lsin degan. Y barobar a chiqadimi? B ni 0 b ga teng. Mana shunaqa ko'rinishdagi funksiyani topib berishim kerak ekan. Hozir x ga 0 berib chiqaman, jx va hx ga. Shunda faqatgina mana shu ko'rinishdagi funksiya qolsin. Ana shundagina y interseptimiz konstant va koeffitsient sifatida ko'ringan bo'ladi. Masalan, x ga 0 bersak, j nolimizni qiymati nimaga teng?
a 1 + k. Bu qanaqa ko'rinish? Bu aralash ko'rinish. Bunda konstanta ham bor, asos ham bor, to'g'rimi? Bizga faqat konstanta ko'rinib tursin deyapti. X ga 0 bergan, faqat konstanta ko'rinsin, boshqa narsa ko'rinmasin degan. H0 ni hisoblaydigan bo'lsak, a 3/1 noli 1 ga tengmi? A ko'paygan 1 + m. Bu yerda ham hamma narsa bor. Mana konstanta ham bor, qo'shimcha ko'p xat ham bor. Bizdan faqat konstanta va koeffitsient bo'lib ko'rinsin degan. Ko'rinmadimi? Y interseptimiz ikkalasi ham xato bo'lar ekan. D. Na 1, na 2 degan javobimiz to'g'ri. 46-misol. Y interseptimiz mana shunga teng ekan. Is degani teng. Y ning qiymati, valyusi nima? Demak, x ga 0 bersak, y'imizning qiymati 81 chiqarkan. 47-misol ham yuqoridagi 45-misolga o'xshab juda ham sodda. Hop. For the exponential function f ko'rsatkichli funksiya uchun mana bu tenglik o'rinli ekan. F1 is k degani F1da x 1da F1imiz qiymati k ga teng. K konstanta. Which of the following equivalent forms of the function f? F ning quyidagi teng ko'rinishlaridan qaysi biri? Ya'ni mana bu fx larni aytyapti. Qaysi fx shows ko'rsatadi the value of k, k ning qiymatini as the coefficient or the base. Koeffitsient yoki base ni o'rnida ko'rsatadi yoki sifatida, as degani o'rnida, sifatida degan. Koeffitsient yoki asos qilib ko'rsatadi k ni deyapti. E'tibor qilinglar, hozir x ga demak 1 beramiz. X ga 1 beramiz. Koeffitsient yoki asosni o'rnida k tursa shu javob to'g'ri bo'ladi. Demak, o'zi bilib qo'yaylik. Y barobar ABX bo'lsa, A bu yerda coefficient, B bu yerda base, asos degan. Hop. A javobda F1 ni hisoblaydigan bo'lsak, 50 √4 kvadrati bo'ladi. Bu yerda k, e'tibor qilinglar. Mana shu k ni qiymati o'zi. Bu hozir koeffitsient o'rnida ham turibdi, asosni o'rnida ham turibdi, daraja ham ko'rinyapti bu yerda, to'g'rimi? Yo koeffitsient bo'lsin, degani yo'q. Yo asos o'rnida tursin degan, bu xato. B ga demak F1 ni hisoblaydigan bo'lsak, k imiz qiymati 70 70 ko'paygan 1,4 chiqadi. Bunda konstantani ham o'rnida turibdi, k ni qiymati, asosda ham, bu ham xato. C da F1 ni hisoblasak, 98 ko'paygan 1 qo'ysak 0 bo'lib, 1/4 ni 0 1 ga teng bo'lib qoladi. E'tibor qilinglar, nima bu 98? 98 bu yerda koeffitsiyentmi, a ni o'rnidagi sonmi? K imizni qiymati 98 chiqdi. Bu yerda koeffitsiyent o'rnida ko'rinyaptimi? Demak, mana shu javob to'g'ri bo'lar ekan. Bizdan shuni so'ragan edi. Qiymatimiz mana shu koeffitsiyent yoki asosni o'rnida tursin degan edi. Mana turibdi 98, koeffitsiyent o'rnida turibdi. C javob to'g'ri ekan. D javob qo'ysak, x ga 1 qo'ysak, baribir ham xato javob bo'ladi. Navbatdagi misol. Endi buni yuqorida ham ko'p marta ko'rdik. Double 2 marta oshsin degan. 10.000 qachon 2 marta oshib 20.000 bo'ladi? Qachonki t ga 50 bersak. Mana bu mahrajdagi sonni olib qo'yaveramiz deganmiz. 50 bersak 2 kara 10.000 rostdan ham 20.000 bo'ladi. To'g'ri javob 50. The number of bacteria doubles every day. Bakteriyalar soni har safar 2 martaga oshadi deyapti. Double degani 2 marta. Double degani 2 marta. 2 marta oshsa, demak D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Hop. 50-misol e'tibor qilamiz.
According to a modelga ko'ra, estimated volume of a certain Douglas fir tree. Tree degani daraxt. Douglas daraxtining hajmi, volume degani hajmi, increased by 15,5% for every increase of 100 centimeters in the tree's height. A? Demak, hajmi 15,5%ga osharkan, for every increase of 100 santimetr, demak, daraxtning balandligi 100 santimetrga oshganda hajmi 15,5%ga oshib kengayarkan. Equation represents this model. Mana bu tenglama shu holatni ko'rsatar ekan. Represent ko'rsatmoq. Y barobar a b t taqsim 100. Shu holatni ko'rsatadigan tenglama ekan. Y bu yerda hajm of this Douglas fir tree x represents. X bu yerda trees height, daraxtning balandligi ekan. A b bo'lsa konstanta. What is the value of b? B ni qiymatini top deyapti. E'tibor qiling, mana b. Biz buni masaladan bilamiz, to'g'rimi? 15,5% ga increase dedimi? Oshdi degani uchun 1 qo'shamiz. 1 plus 15,5 foizimiz teng bo'ladi b ni 100 taqsim 100 ga. B bu yerda haligi asosni o'rnida kelyapti-yu, 1 plus r foiz. Tenglavordik. 100 har 100 santimetr degani uchun t ni o'rniga 100 ham qo'yib yuboraman. 1 plus 15,5 taqsim 100 teng b. B imizni qiymati, demak, hech qachon ozgina chalg'itsak ham xayolda ishlamasligimiz kerak. Kalkulyatordan foydalanib hisoblasak, b ni qiymati 1,155 chiqar ekan. 1,155. To'g'ri javobimiz C. Nima qildim? Matnda 15,5% ga oshadi degandim. Oshish b ga taalluqli tenglab qo'ydik. 51-misol. Demak, the function f gives, f funksiya beradi, the value of a certain piece of equipment. Jihozning qiymat narxini x months of use, x-inchi oydagi narxini berar ekan. If the value of the equipment decreases each year by p%, agar jihozning qiymati decreases, kamaysa p%ga har yili, each year. Demak, what is value of p? P ni qiymatini top deyapti. Har yili p%ga kamayadi deyapti. E'tibor qiling, x bu yerda oylar soni. E'tibor qilinglar, 1 minus p% 0,28 bo'lgan, har yilda kamayadi deyaptimi? X oylarmi? X ga 12 bersam bo'ladimi? 12 oy 1 ga teng. 12 taqsim 12. Ana. X'imiz oylar, lekin bu yerda har yili p% deyapti. Shuning uchun oy yildan yilga mutanosibini topib oldim. X months, x ni o'rniga 12 bersam, 12 oyda p% kamayadi. Bu degani 1 yilda p% kamayadi deganimi? P'imizni qiymati 72 chiqadi. D javob to'g'ri. O'zi bunaqa shunchaki o'zi 1 minus p% teng 0,28 desak ham bo'lardi. Men sizlarga yana ham tushunarli qilib mufassal bayon qilib berdim masala shartini. 52-misol yuqorida ham ko'p keldi. Function f and g are defined by the given equation. F funksiya, gx funksiya defined, berilgan. X 0 dan katta ekan. X ni qiymati 0 dan doimo katta. Which of the following equation displays? Quyidagi tenglamalardan qaysi biri display ko'rsatadi, namoyish qiladi? The maximum value of the function. Funksiyalarning maksimum qiymatlarini endi qarang. As a constant or coefficient. Konstant o'rnida yoki koeffitsient o'rnida ko'rsatadi. As degani o'rnida. Mana shularni maksimum yoki minimum qiymati, minimum qiymati. Qayerda ko'rinyapti, deyapti. Maksimumi bormi o'zi? E'tibor qilinglar. Mana bu x ni qiymatlari doimo 0 dan katta. X ga 0 bersam, bu 16 plus 43 chiqadi. 1 bersam, x teng 0 dan kattaroq qiymat chiqadi. X ga 2 bersak, yana kattaroq qiymat chiqadi. X ga 3 bersak, xullas buning maksimum qiymati yo'q. Minimum qiymati lekin x 0 da 16 plus 43 ga teng.
Maksimum qiymat ko'rinmayaptimi? Bu xato bo'ladi. Ikkinchisidachi? Ikkinchisida endi x ga 0 bersam agar 8 chiqadi. 1 bersam 8 dan kichikroq son chiqadi. 8 karra 0,72 kichikroq son bo'ladi. Taxminan bir 5 va 6 shunaqa son. X ga 2 bersak, undan ham kam chiqadi. 3 bersak kamayib ketaveradi. Maksimum qiymati x 0 da ekan. Nechiga teng ekan? Maksimum qiymatimiz. Fximizni maksi 8 ga teng ekanmi? 8 bu yerda nima? Konstantami? Koeffitsiyentmi? Koeffitsient ingliz tilida. Ko'rinyaptimi 8? Koeffitsient o'rnida, konstantani o'rnida ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. 2 to'g'ri bo'lar ekan. Bir xato bo'lar ekan. Demak, B javobimiz to'g'ri. Xo'p, yana nechta misol bor ko'rib qo'yamiz. Oho, juda ham ko'p. Hali oldindan misollarimiz bisyor ekan. Demak, keyingi misol. E'tibor qilinglar. For the function hash funksiya uchun the table jadval gives ko'rsatadi siri 3 ta qiymatini x and hx. Hx ni qiymatlari berilgan ekan. Quyidagilardan qaysi biri hx funksiyani ko'rsatadi? Define degani ko'rsatmoq. Shuni so'rayapti. X ga 0 bersam 30 chiqadigani to'g'ri javob bo'ladi. D javobimiz to'g'ri. Fx funksiya berilgan. Function f is defined by the given equation. Given equation berilgan tenglama bilan f defined qilingan, ko'rsatilgan. Endi e'tibor qilinglar, jximiz fx minus 3 ga teng ekan. Quyidagilardan qaysi biri defines ko'rsatadi j funksiyani. J funksiyani topib olaylik. Jximiz teng bo'ladi. Fx minus 3imiz nechiga teng? 240. 2 ning x minus 3mi? Mana shunga teng ekan. 240 2 ning x minus 3i. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, 240 ko'paygan 2 ning x'i taqsim 2 ning 3i. Jximiz teng bo'ladi. 240 ni 8 ga bo'lsak, 30. 30 ko'paygan 2 ning x. Javob. Xo'p, e'tibor qiling, y funksiya berilgan. Y barobar fx plus 1 shown ko'rsatilibdi. Which equation defines function f? F funksiyani fx ni qaysi ko'rsatadi deyapti. Fx funksiyani topib olaylik. Fximiz y minus 1 ga tengmi? Mana shu grafikni bir-birlik pastga ko'chirsam fx hosil bo'lar ekanda. 2 dan o'tyaptimi? 1 dan o'tadigan funksiya. Mana bu yerda 7 dan o'tyaptimi? 6 dan o'tib qolish kerak. Mana shunday funksiya hosil bo'lar ekan. Mana shu fx. Endi e'tibor qilinglar. 0 qo'ysam 1 chiqadi. A, B da rostdan ham x ga 0 qo'ysak 1 chiqadi. C va D larimiz xato. 1 qo'ysam fx da qiymat 6 chiqishi kerak. A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan, B xato bo'ladi. Funksiyani bir-birlik ko'chirganimizni mana bilib oldik, keyin topdik javob. Y niki berilgan ekan, keyin fx ni topdik. Mana shu ham muhim nuqtalardan. Va 56-misol. What is the y-intercept of the graph? Y-interceptni top. X 0 da, demak 9. To'g'ri javob D bo'lar ekan. Hozir mana shu misolgacha ko'ramiz, ustozlar. Demak, davomini keyingi videolarda birga sizlar bilan muhokama qilamiz. Hozircha e'tiboringlar uchun kattakon tashakkur aytaman. Sog' bo'linglar. Fikringlarni kommentsda kutib qolaman. Izohlarda fikringlarni qoldiringlar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.